ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Arzonchi aka kanalining ashaddiy obunachilari, muxlislari. Xudo xolasa Eldor aka bugunga bolada ajragan qisir sovliqlari videosi bo'ladi. Xudo xolasa. Ha. Qisqa va lo'nda qilib narxlari bilan tanishtirib, soni juda ko'p. Bemalol kelib ko'rib tanlab olishlari mumkin. Soni ko'p, tanlab olishi bo'ladi. Eng qizig'i tanlab olish. Qo'zi narxida deyapsiz-da. Qo'zi narxida. Narxini videoni oxiriga ko'rib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat, Boburjon, gaziga bos deb obuna bo'lib qo'ysa, narx sinadi. Inshaalloh. Hurmatli obunachilar, salom alaykum, esimizdan chiqyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Arzonchi aka kanalining ashaddiy muxlislari. Hurmatli obunachilar, inshaalloh bugun videoni oxirigacha ko'rasizlar. Boburjon bilan bir go'zal video qilib berishga harakat qilamiz. Boburjon bitta gap aytdilarki, eng qizig'i tanlab olishga ham, donaga ham bir xil narx beradi. Eldor aka, bizni qo'ramizning shart xuddi shundayki, baqa qarating. Mana ko'ryapsiz-a? Shunday kelib ko'rib tanlab olishadi. Gap yo'q. Narxi o'zgarmaydi, kelib ko'rib tanlab olishadi. Dastlabkasi O'zbekistonda har yerga besplatni. Donaga ham, optimga ham narxi o'zgarmaydi. Boshladik videoni? Boshladik. Ketdik. Bo'ldi. Bittadan like bosib, Boburjon otangga rahmat, gaziga bos, malades deb qo'ysa bo'ldi. Havas qilgani bo'lsa like, kommentariya to'ldirilsin va qo'ya olish shart emas. Havas qilib bosib qo'yishaversa, Xudo beradi. Beradigan Xudo. Mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana qo'ralar liq to'lgan. O'tkazib olamiz. Inshaalloh bugungi shunaqa yemga tayyorlaridan yemlayman degan akalarimiz uchun bugungi videomiz maxsus bo'ladi. Orada 1-2 kun uzilishlar bo'lib qoldi. Boburjon bundan uzr so'rayapti. Haqiqatan narx-navoni o'ta baland Boburjon. O'ta baland. Endi to'g'rimi? Bozor ucharda ham, hamma yerda ham. Siz bozorlarga chiqib yurasiz-da, video olib, obzor qilib, to'g'rimi? Mana hozir bu videoni joylaymiz. Bundan oldingi videoni obunachilarimiz ko'rishadi. Qisir qo'ylarni videosini chiqardim. Gapni ochib aytaman, 3,5 milliondan mana shunaqa qo'ylar 3,5 milliondan chiqdi bozorda. Mana xolis ko'rishsin, xolis ko'rishsin. Gap yo'q. Lekin atak men narxim bor. Boburjon og'zidan qaysi narx chiqishini, meni og'zimdan qanaqa narx chiqishini obunachilarim o'zlari bilishadi. Lekin o'zgarmaydi. Javob beraman. Hurmatli obunachilar, mana shunaqa arzon qo'ylarni olishda adashib qolmaslik uchun, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga bitta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Biz joylab turgan yangiliklar birinchilardan bo'lib borib turadi. O'ng tarafda podpisatsiya knopkasi bor. Podpisatsiyani bosasiz, qo'ng'iroqchani bosib, fseni bosib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib boradi. Ma'lumotni beraylik endi buni Boburjon. Eldor aka, soni nechtaligini o'zim ham bilmayman, atak, lekin bu qo'ralarim ham, tepa qo'ralar ham to'la, hamma yo'q. Hozir. Ha. Ammo beyga keldi-yu, kelganda masalan bu birinchi partiya emas-da, bundan oldingi partiya Isuzu'lab qo'yiladi deb ketishdi mana. O'zlari kelib, Isuzu'larda kelib, masalan, ancha obunachimiz. Eng kattasi Isuzu'da kelib, to'ldirib olib ketishdi. Changa beyda dastlabkalarim bor-ku. Hamma yo'qqa qilib berdim. Menimcha ancha obunachilarimizni Xudo xolasa qo'ylar bilan siyladik, ta'minladik. Beyda ham soni ko'p, ammo hamma ulguradi. Mana o'g'rimga sig'maydigan qo'y. Eldor aka bunday qo'ydi qarang. Chiqmab shekilli qo'ylarni. Kechqurun keldi. Shomdan keyin yetib keldi beyga. Qo'ralar inshaalloh narxlarni ham ko'rsataylik birinchi. Bemalol. To'la hammasi. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana Eldor aka mana obunachilarimiz kelib, ko'rib, tanlab olyapti. Qo'ylarni qarang, qo'ylarni qarang Eldor aka. Qo'ydi qarang. Hurmatli obunachilar, qo'y kichkina narsa emas. O'ta azbek. Gapimizga ishonganlar ham, ishonmaganlar ham kelib ko'raverasizlar. De ushlab ko'rsat. Kashtan deganlar, kashtan o'sh. Sariq o'sha jiyan. Soni Xudo xolasa ko'p qo'yiladi, suyagi zo'r. Arashan rangini o'shachi. Ko'tini baqa so'rib, bitta ko'raylik, obunachilarimizni ko'rsataylik. Shogird yangi Eldor aka. Ya'ni sekin-sekin-da, Xudo xolasa. Mana qarashib. Qo'y suyagi zo'r, hurmatli obunachilar. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Qo'y katta qo'y. Hozir Boburjon birinchi ushlagan qo'yingizni haqiqiy kuchli qo'y ekan degan. Qo'ylar Xudo xolasa Eldor aka beydagi qo'yladi. Suyagi katta, omonlikda buni zotini maqtama qilmayman, qo'ylarimning zoti bor. Hammasi hisori kashtan deydi-ku. Hisori kashtan sog'liqlar. Atak oriq, men zoti bor, narx qimmat deb aytmoqchi emasman. Buni olib borib baqishqanlardan keyin bilishadi, ammo qo'ylarimning zoti bor. Xudo xolasa. Hammasi hisori qo'ylar. Mana hurmatli obunachilar, yemga tayyoridan, puli yengilidan, yem bersa o'zgaradiganidan so'ragan akalarimiz uchun, voy, uni
Eldor aka qo'ylarni qarang. Bu qaranglar. Ashir Azbek ushlachi. Qorani, olani ushla. Sariq yondagi qorani ushlab yoqqa kirib ketdi. O yonda. Yo'q, ana shuni ushladi. Mo'ljalda ushladi. Gap yo'q. Chayir. O'ta katta qo'ygan mana shu qo'ygan. Xudo xolasa obunachilar. qo'ylar suyagi zo'r. O qo'ylar qarang. Mo'lani qaranglar. Ya bu safar zo'rlari kelibdi, hurmatli Eldor aka, endi buni men ham oqlashim kerak-ku. Dam olgandan keyin ha, o'shalarni oqlashimiz kerak. Oqlaylik deb aytdik. Juda shashayapman, obzorni qilib olsangiz, narxini siylab beraman. Narxini aytaylik. Narxi bilan siylab beraman. Narxini aytaylik. Shida pulni tanlab olishadi. Mana shu uzun qo'rama, narxi bir xil. Qo'ralarning eshigi hammasi ochiq. Eshigi ajratishyapti, hozir 7-8 ta olishamiz deyapti. Masalan, soni ko'p emas. Soni ko'p, bemalol kelishlari mumkin, lekin nariga qo'ramda ham bor. Qo'y bor. Bega hozir qo'y sig'adigan holati yo'q-ku Eldor aka. Lekin qo'y serab bemalol kelishlarini tavsiya qilib olaman, kelib tanlab olishlari mumkin. Voy, narxini ayting, narxini. Mana shaydan uzunasiga tanlab olishadi Eldor aka. 3,5 million so'mdan tanlab olishaveradi. 4 milliondan qo'ysakchi, nima deysiz? 4 million. Yo'q Eldor aka. Hozir ko'rsatganimiz zo'r ekanda, mana shuni bozorga olib chiqsak. Asha, ushlagi Azbek qorani. Bozorga olib chiqsak qimmatga ketadi-da, 4 milliondan qo'yaylik, mana shuni Boburjon nima deysiz? Ushlab ber. Ushlab qo'yaver. Mana. Ushla Azbek, ha. Eldor aka, nima deysiz? 3,5 million qo'yga arziydimi? Ko'rsatingchi. Mana aytyapman, bugungi bozor narxiga bundan kichkina edi 3,5 million deyilgan qo'ylar. Yo endi hali hazil huzur o'z o'rniga-yu, yo'lida aytaylik, necha pul qilib beramiz Boburjon? Hali hazildan tashqari. Nima qilay? So'raydan qilaymi, so'ramidan qilaymi? Yopishtirib tashlang. Yopishtirib tashlaymi? Kommentariyaga yozmasdan tilpoq qilishmas, qo'y sotmayman. Ammo meni maqtashmasi, Boburjon gap yo'q, undaqa otangga rahmat, Boburjon havas qildim deysin, bo'ldi. Qo'y olishmasa ham yozib qo'ysin. Bitta yozish bir vaqt ketmaydi-ku, shuncha mehnat qilib chiqaryapsiz, to'g'rimi? 2,700,000 so'mdan tanlab olishimiz bor ekan. Voy, aytilmaydi ham, qaytilmaydi ham. Chislar hamma yo'g'ini aytdingiz-a, to'g'rimi? To'g'ri. Bemalol kelsa, tanlab olsa, voy, bir dona olsalar ham kelaveringlar, pullarni yetganinglar, dastlabkasini libojoyga qilib beraman, donaga ham, optimga ham. Qo'rani shartini ayting bitta. Qo'rani sharti shundayki, onlayn savdo qilib bermaymiz. Kelishadi, qo'ramizga kelishadi, lokatsiyalar tashab berishadi. Kelib ko'rib, tanlab alohida qo'raga qilinsa, ko'zlarini oldida mashinaga yuklab uylariga jo'natib beramiz. Akalarimiz kelishgan qo'ylarni ajratishyapti, dam olib o'tirishibdi. Qo'rani sharti qo'raga kelib qo'yni ajratgan bo'lishingiz kerak, hurmatli obunachilar. Sababi endi haligi ko'zingiz bilan ko'rib olganingiz baribir videoda har xil narsa ko'rinadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, videoni pauzaga qo'ydik. Pauza bo'lishda maqsad mana shu qo'ziyda. Boburjon, Eldor aka, mana shu qo'zi mana 005, 3.05 da. Yo'qolib qolgan ekan sovliq. Buxoroga ketyapti turgan mashinadan tushib qoldi. Buxoroga ketayotgan shu, Shopir akamizdan tushib qolibdi. Mana Shopir akamning o'zlari. Dalada masala dalada bu juda tez ekan. Mana shular quvib, ushlab olib kelib qamatqizib qo'ydim. Gruppaga e'lon berildi. Gruppaga e'lonni berib, hozir mana egalari keldi. Biz ham endi bu ham omonat-ku, oson emas. Omonatni Xudo xolasa egasiga topshirdik deb o'ylayman. Gap yo'q, mana. Buxoroga borib bildim. Shopir akamiz endi yo'lda qo'ylar chochilib ketdi deyaptilar. Mashinaga bitta yukladik. Buxoroga egasiga tushirganimizdan keyin bitta kam ekandilar. Mana Boburjon yuklab, qo'rasiga kelgan ekan. egalariga yuklab beringlar. Va Xudo xolasa egasiga topshirdi. Sening telegraming bormi? Eldor aka o'rtada ozna pauza qoldi, ha. Bitta omonat endi qo'y tovoladik-da. Qo'y tovoladik emas, biz o'zimiz ko'chada o'zimizdan ko'pchiligimiz va chekka qishloqda. To'g'ri. Qo'y kelib qolgan ekan, dalada endi kechqurunga qolib ketsa, yeb ketadi. Yo'q, itlarmi, bo'ri, chiya bo'ri, bayda hamma yo'q bor-ku. Chiya bo'ri yetarli bor. Olib kirtirib qo'ydim, Xudo xolasa omonatni egasiga topshirdik. Yana o'zimizda mavzuga qaytamiz. Eldor aka, o'sha gap 2,700,000 so'mdan kelib tanlab olishsin. Kimga nechta kerak bo'lsa. Azbek o'tkin. Mana shularni hozir mashinalarni ko'rsataylik, shogirdlar. Obunachilarimizga ko'rsatmasak bo'lmaydi, axi. Bo'pti, hisorisini qo'ying. Gap bo'lishingiz qo'ylar. Eldor aka, qo'ylar Xudo xolasa zoti bor narsa desam, endi hozirgi momentda bo'lmaydi, oriq qo'ylar-ku, lekin zoti bor qo'ylar. Ya, chiroyli qo'ylar. Ozgina e'tibor kerak-da. E'tibor kerakmi? Ha, mehr kerak. Mehr talab. Voy, mehr bersangiz, keyin meva beradi-da, Eldor aka. Xuddi shunda qarang. Suv quyilmasa, ha, ko'karmaydi. Ha, qurib qoladi. Mana akalar. Hammasi hisori kashtan sog'liqlar, simjon.
Xo'p, etlari ham o kunlari kelardi, unaqa emas. Etlari yaxshi holatda. Xudo xolasa, etlari ham Dalada bu ham- qo'ylar semiz bo'lsa, meni qo'limda bo'lmaydi. To'g'ri. O'shaning uchun baqadigan. To'g'ri. Baqadigan yem bop, mana bu qo'yni qarang, zichlig'i. Ashi gap to'g'ri gap bo'ldi, hurmatli onachilar. Bu qo'ylar semiz bo'lsa, meni qo'limda bo'lmaydi. To'g'ri gap bo'ldi. Qo'ylar semiz bo'lsa, Puli yengil. puli yengil, hamyon bop, qo'zini pulida. To'g'ri. Endi buni aybi Asosiysi. bitta ikkita bola boqqanida, hurmatli Ha, onachilar. bitta omilaga yasham haligi o'tib ketgan emas. Ikkita uchta bola boqqanu, yana bundan bayog'i bolasini ham olsa bo'laveradi. Zotdor qo'ylar, zot olsa Nechtadan tuqqan bo'laveradi. deymiz bularni? 3 ta 4 ta tuqqan. 3 ta 4 ta tuqqan, ha? 3 ta 4 ta tuqqan deydi. 2 ta tuqqani ham bor, 3 ta 4 ta tuqqan. Asosan 3 ta 4 ta tuqqan Eldor aka. Nari qo'ralarga o'tamiz bo'lmasa? Eldor aka keyingi qo'raladi Ketdik. olamiz. Nari qo'ralar ham bitgan, hurmatli obunachilar. Qoralarimiz ham tayyor holatda. Mana bu yerga o'sha gap. Zagon. Nima derdik? Asatgami? Ha. Iskitga qo'yiladi deydi-yu, xuddi shundaqalari. Karantindagilar. Ha. O chekkadagini ko'rsating, Eldor aka. Ko'rsatdik mana. Ha, bu chekkada turibdi. Ya? Mana. Ikkita endi ikkita Bo'ladi, obunachimiz, ikkita ikki kishi kelishgan obunachilarimizdan-da endi Eldor aka. Endi buni ham aytib o'tib ketay bitta gap. Qo'y sotganmiz, ikki qo'yni bo'kibdi Eldor aka. 13 kun bo'lgan ekan, kecha tashab ketishdi. 13 kun. Haligi obunachilarimga masalan qattiq gapirish haligi emas. 7 kunga garantiyasini olinglar, u bo'kib qolsa biz aybimiz emas. To'g'ri. Kimga qanaqa tuyulsa haligi bo'kib qolsa biz aybimiz emas. Sog'liq tomonlaridan kamchilik bo'lsa javob beramiz. Atak mana bu bo'kib qolgan ekan. Bir og'iz gap gapirmay olib kelishibdi, olib pullarni vazrat qilib berdim. Lekin bo'kib qolganda olib kelmanglar, iltimos. Bu biz aybimiz emas. Sog'liq tomonidan kamchilik bo'lsa, labz qaytarib olinadi. Lekin bundaqa bo'kkan Eldor aka tuzatib olish ish emas. Lekin kelib haligi nima desa bo'ladi, bu biz ayb emas-da. To'g'ri. Mana bo'kib yozibdi bu. Yemni o'zlari ko'p berib qo'yishdi. 2-3 kunda tuzatib qolman. Lekin bo'kkan nap kelmanglar. Yeb ichishi sog'liq tomonidan bir haftaga javob beramiz. Endi 10 kun, 15 kun emas-da, Eldor aka. Qo'yda 2 kunda yeb ichishini bilsa bo'ladi. Lekin 10-15 kunda men ham egasiga nima deyman Eldor aka? To'g'ri. To'g'rimi? Men ham olganman-da. Lekin baribir siz bir kunda ham egasiga bir nima deya olmaysiz-da. Xuddi shunday. Bir kunda ham masalan hurmatli onachilar gap kelganda aytib qo'yish kerak. Bularni qo'rasi kelgandan keyin aybisi bir kunda ham egasiga qila olmaydi. Bularni o'zini bo'yniga. Yo'q. Bizni o'zimizni bo'ynimizga. Lekin nosog'lom qo'ydi monda qilib Eldor aka, nosog'lom emas bular ham bir joyda aybi bo'lishi mumkin, cho'loq bo'lishi mumkin, qiyshiq bo'lishi mumkin, tug'ma, nogironlari ham bo'ladi-yu buncha. To'g'ri. Endi pachaqlari bo'ladi. Pachaqlari beyda asosan nogironi yo'q. Hammasi pachaqlarni alohida qilib qo'yganman. Undaqasini hech kimga bermayman, ravo ko'rmayman. Masalan, menga kelib o'zim jicha-picha baqvarishim mumkin. Atak hech kimga men berib bermayman. Mana asatga qo'ylar. Buni hech kimga bermayman. Menga kelib tanlab ketinglar deyman, tanlab ketishyapti. Lekin o'sha gap. Yeb ichishiga zo'rlari ajratib qo'yiladi, hurmatli obunachilar. Ha. Inshaalloh. Mana chiroyli, rangi yaxshi mana shogird harakatda. Chayir, ha, harakatda. Xudo xolasa yangi. Va buni ham shunday Ronaldoga jo'natib qo'yasizlar. Mash qo'ydi. Eldor aka mana mash qo'ydi ham eti yaxshi ekan. Bitta ehsonga agar torta. Ehson qilaman degani bo'lsa, yengil ehsonni o'tkazaveradi. Nima desa bo'ladi? 3,5 million, 4 million olib so'yishmaydi. Mana eda el qatori beriladi. So'yishadi. Necha pulga so'yishadi? 3,5 millionga so'yishmasdan. 2,700 mingga. Bu ham 2,700 ga ketaveradi. Hammasi ketaveradimi? 2,700 mingga mana eda qani mono qo'ramiz ketaveradi Eldor aka. Monolari 2,800 ming so'mdan beraveramiz. Xo'p, bu qo'ra 2,700, mana bu qo'ra 2,800 a. Endi ozgina farqi bor. Eti bor, salgina. Sariq ham eti yaxshi shekilli. Ash nima? Qo'ydi jasadini qara. Govda ham katta, Kallasini ham qara, Eldor aka. Yo'q, yaxshi narsa ekan. Baribir Eldor aka, bu qo'ylar qandaqa qo'y bo'lsa ham yem go'sht yo'nalishiga deymiz-ku, zotdorlari chiqadi-da, bu yerda soni jicha narsa emas. Bo'ladi. Zotdorlari chiqadi. Lekin ash qo'yda ham zot bo'lishi mumkin, ammo go'sht yo'nalishiga bir maqtaganim yo'q qo'ydi. Bir og'izmi? Ashna o't. Qo'y, shu qo'y. Shu qo'y. Go'shtga. Yemishi sog'lig'iga bir haftaga javobini beramiz. Boqsa semiradi ham qo'y. Boqsa semiradi ham qo'y. Foyda qilaman degani. Bu qo'zi emas, orqaga qaytmaydi. Mevani ham qizarishga kelgani bo'ladi-yu. Bu ham qizarishga kelgan. Pishga kelgan bo'ldi, ha, pishga kelgan. Shunaqa gaplar mana hurmatli obunachilar, soni ko'p. Kimga nechta kerak bo'lsa, Xudo xohlasa. Kelaverasizlar. Eldor aka, nimaga bo'shab qoldi? Sababi hozir
Qancha bo'ldi? Mana obunachilarimizdan so'rasak ham hozir banada qo'rani qancha bo'ldi chiqarib berganimizga? 10 minutcha bo'ldi. Baydagi qo'rani bo'shatdik. Undan oldin soat 5 da Marg'ilondan klientimiz kelishdi. Ular ham ashaddiy muxlislarimdan soat 5 da yetib kelishgan ekan. 5:30larda. Kelib ular ham olib ketishdi. O'shaning hisobiga qo'ylarim sal bu tomonda kamayib. Lekin qo'y bor, hozir olib chiqib to'ldirib qo'yamiz. Bayda odam bor, o'zim bo'shalganim yo'q. Lekin qo'yning soni ko'p. Kimga nechta kerak bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Nomerlarimiz ishlab turadi. Omalagetin Zaynat ko'rsatsa, Telegramdan lokatsiya deb yozsa, men lokatsiya tashab beraman. Zaynat ko'rsatishning sababi, hurmatli obunachilar, tengdaniga 5 ta 6 ta odam telefon qilgani hisobiga qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'ladi. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Bemalol telefon qilasizlar, ishlarini. Telefonga ham tushib bo'ladi. Endi masalan 1-2 martada tusha olmasangiz, uchinchida tushishingiz mumkin. Xudo xolasa, ha. Telefon ketma-ket telefon qilarsa, masalan, olinadi-da, bari bittasida tushib qoladi. To'g'ri. Xudo xolasa bitta odamimiz faqat o'sha telefonda operator bor. Ha, operator bor. Lekin bayga kelsa, men o'zim qo'radan qimirlamayman, qo'rada bo'laman. Bemalol kelishlari mumkin. Xudo xolasa qo'ra ham 24 soat ishlaydi. Kechasimi, kunduzimi kelishaveradi yo kechasi yopyapsizlarmi? 24 soat mana eshigim ochiq. Ochiq. Kechasi 12 da kelsa, bekilib qolgan bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, shunday telefon qilasizlar, lokatsiya tashab berishadi. Kelib olib ketaverasizlar inshaalloh. Bemalol. Mana. Juda ko'pchilik so'radi, lekin o'zimga telefon qilib so'rashdi. Farg'onadan akalarimiz so'rashdi. Ha. Kommentariyalarda so'rashdi. Kommentariyalarda ham telefon ham Eldor aka ancha bo'ldi, lekin biz managa narx ko'tarilib ketdi deb turib, managa 2.800 dan yo 3 milliondan deb olib kelib qo'ya olmayman-da. Shuncha obunachim mendan masalan har bittasi bittadan kommentariya yozganda millionta kommentariya negativ bo'lib tushadi. To'g'ri. Shuning uchun narxini o'zgartirmagan holatda olib keldik. Nima dedingiz? Yo'q, gap yo'q. Men to'g'risini aytganda, ko'rganimda bir 3 millionlar aytsangiz kerak deb turdim. Seriyozlar bugungi hech bo'lmasa bozorda narxini ko'ryapsiz. Bozorda narxini ko'rib, arzon qo'ysa ham 3 millionlar qo'ysa kerak deb o'yladim. Shunday, ha. Gapimga masalan ishonmayapti turganlar bo'lsa, bu qanaqadir paxta emas, men paxta qo'yish bilan bu yerda qanaqadir manfaat ham topmayman, hech qanaqa foydasi ham yo'q. To'g'ri. Mana shu videodan oldingi videoni ko'ringlar. Kanalga shu bozordagi narx-navolarni qo'yganman. Narx-navolarni bitta va bemalol solishtira olishaversin. Men qo'ydi, masalan, Eldor aka 30 ta 40 ta olmayman-da bir savdo qilib. Optim olaman. Shuning uchun narxi arzon keladi. Optim narxda xalqqa tarqatyapman. Shuning uchun qo'ydi soniga ishlaymiz. Soni ko'p sotiladi-yu, bizga shunisi muhim. Buni dona 10 ta sotganimiz u bizga qoplamaydi. Bizga soni muhim. Mana akalar. Shuning uchun haftasiga to'g'rimi 1000 ta 800 ta 1000 ta qo'y kelib ketadi-da Eldor aka, o'zingiz bilasiz. Mash qo'ylarni mana akalarimiz ajrashyapti. Mash qo'ylarni aka hozir mana zot sezon kelyapti-yu. Bolasini olsa ham bo'ladi, uni yiriklaridan yaxshi bo'ladi, ha. Bir oy, 2 oy joyda u tirsilib ketadi. Manzil qayda aka? Andijon shaharida o'zida. Andijon shaharidan kelib ko'rib men allashqaymi, tanlab olyapsizlar, to'g'rimi? Mana shu videodagi gaplar to'g'ri chiqyaptimi? 2 million 700 ming so'mdan tanlab olishi dedim. Hozir ajratsangiz 3 milliondan deyapmanmi? 3 milliondan deganim yo'q. Qanchadan dedim? Ajrat olsangiz ham narxi o'zgarligani yo'qmi? Bitta olsangiz ham nechta olsangiz farqi yo'q dedim, to'g'rimi? 8 ta olyapmiz, xudo xolasa. O'sha aytdimmi 7 ta 8 ta dedim Eldor aka. Olishadi, dastlabkasi bepul ya bo'yniga bir 2 million 800 dan olib borib beraman deganim yo'q, to'g'rimi? Videodagi gaplar to'g'ri ekanmi? Uygacha olib faqat borib bitta gapki, videoni sanasini ko'rib telefon qilishlaringni iltimos qilardik. Masalan, kommentariyada Instagramda juda ko'p kuzatilyapti. 1 oy oldingi videoga telefon qilsak sotilib ketdi deyapti. Ha, 17-iyul. Bu endi lekin kechqurungada u va'da bera olmayman bu qo'ylar turishiga. To'g'ri. Lekin omaligida bayda qo'y uzilib qolmaydi. Bemalol telefon qilsa men sonini aytaman, kelib ko'rib olishaveradi. Men endi qora bo'ldi, yuradi. Tegma bu. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqa chiroyli arzon narxda qo'ylarni tez-tez chiqarib turamiz. Xudo xolasa kimni qo'rasida, Boburjonni qo'rasida narxi o'zgarmasdan xuddi shunday holatda tanlab olishlari bilan dastlabkilari mutlaqo bepul bo'lib tushadi. Qo'llab-quvvatlab, like bilan bittadan kommentariya yozib qo'yinglar, qo'y olmasalaring ham. Gap yo'q. Shunda biz xudo xolasa xursand bo'lamiz. Shunaqa gaplar. Hurmatli obunachilar, videoni endi mana shu yerda yakunlaymiz endi Boburjon. Eldor aka, videoni yakunlab, videoni sirazi erta kunda qo'yib bersangiz, obunachilarimizga yana ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar juda ko'p, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.
Yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishish nasib qilsin. Qo'ralarimiz mana shunaqa to'la o'zi hammamizga. Inshaalloh.